Hurmatli obunachilar, 7-mikrorayondan 5/5 aptekani orqasidan ana shu binomiz sotuvda. Pasti noturar bo'lib turibdi, tepalari turar bo'lib turibdi. Shuni birgalikda arzon qilamiz, ketdik. Oldin stenkalar ham joy katta ekan. Zelon zona ham joy qoldirilgan. Podvalli. Old tarafi mana birinchi qismi magazin. Razmerlari juda katta qilib tayyorlangan ekan. Montajlar olib borilgan. Bu taraf ham xuddi shunday do'kon. Razmerlari yaxshi tayyorlangan. Xo'p, ikkinchi etajga chiqayotgan. Bizning bu yerda hovuzimiz bor, 2 tonnali suv to'lib avtomatik paplovka qo'yilgan ekan. Xo'p, bu 3 xonali kvartira. Issiqxona o'tkazilgan, montajlar olib olingan. O'zini sanuzeli bor ekan, umumiy sanuzel. Bu tarafdan eshik qo'yilsa, отдельный kvartira o'tiriladi. Xo'p. 3-etaji hostel qilib ishlatishga mo'ljallangan. Mana hostelimiz bitta xona, o'zini sanuzel umumiy. Hamma montajlar olib borilgan. Tak. Bu ham xuddi shunday xona. Bu ham xuddi shunday xona, bu ham shunday xona. Xullas karom, tak, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita xonasi bor. Bu tarafga общий sanuzel qilib qo'yilgan. Bu yoqqa oshxona. Общий oshxona mana. Bu esa binomiz 413 kvadratdan iborat, 3 etajli, podvali bilan 4 hisoblanadi. Narxini kelayotgan bo'lsa, statuy 145 ming so'ralyapti. O'tayotgan joyi bor, yandan o'tgan qilib, pastdagi nomerga bemalol chiqib qo'yinglar.